Men xaslar sinyapti-ku buni. Yangitdan bilasizmi o'zingiz buni? Yo'q, o'zim sotib olganman. Kapot mana ezilgan joylari. Kapotga petlo tushganda, o'zini radnoy kapot. O'zim sotib olganman. Yalovkalari ko'tarilgan, qancha yurgan o'zi? Birisi necha yurganda, birisi 40 yurgan. So'ravering boshida. Nech bildingiz? Mana men shunday ko'rayotyapman. Mayli, kelishtirib aytavering, nech bildingiz? Sizdan qanaqa? Mana sotib ko'rmagan. Siz xaridor. Yo'q, men xaridor, siz sotuvchi. Yo'q, men просто narxni aytdim, sizdan bichara. Boshqa joy kraska yo'qmi, Jon aka? Mana eshikchasi ham vakum bo'lib qolgan endi. Ko'rib qo'yilgan. Navoratlar qanday? Sizlar navorat bo'lib keladi. Navoratdan manikor bilan Ne bu? O'ting qani? O'ting. O'ng tomonga o'ting, sotaman deb kelganmisiz? Janjal qilaylik, naqd ayting, naqd aytmasangiz janjal qilmanglar. Shunchaki hozir birdan tavakkal keldim hozirda. Birinchi man keldingizmi? Birinchisi. Sal qiynalasizda bo'lmasa. Ha, ichkaridan qaytganman. Qarang, ochiqcha gaplashamiz bo'lmasa. Tushunib. Instagramdan qandaysiz? Savdolar ko'rib boryapsizmi? Faolmisiz? 22-23 larni ichib tutganimni qo'yib qo'ymayman. Ha, 23 larga mana shu kuni 9 ko'rdim. 8 o'tgan, 78, 77 olindi. Zavodga internet topsizmi, topsiz? Mehmon akaniki. Ha, ana shu mehmon. 77. Xo'p, mayli, qo'lni bering. Maydalashmayman, bo'layotgan qilib so'rayman. Bir kurikdan ko'p yurgan 23 kelsa ham 105 milliongacha olaman. Bir kurikdan ko'p yurgan. 2023 ni. Bu 22 bir kurikdan ko'p yurgan. Bo'ladi desiz, naqd 90 million berib olib qolaman. Ya, pas bo'lmaydi. Yaxshilab so'radim. Naqd 90 million beraman aka. Hech pas bo'lagan. Men o'zim 100 dan mo'ljal qilganman, to'g'risi. Ya, 100 mo'ljal qilmang. 100 dan mo'ljal qilganman. 22 da aka, 22 ni olmaydi. Qarang, bir kun yurganni yo'q, bir kun yurmagan 70 ming yurganidan 99 million oldiki. 100 qilib sotildi 23. O'shani ham Instagram savdosiga qo'yganman aka. 23 99 olib 100 ga sotildi. Radnoy kraskasi yo'q. 70 necha ming yurgan. Siz bir ishlang, bir ish qiling. Ismingiz nima edi? Nurbek aka, mayli, soting. Avval. Hech bo'lmasa 95 deb aytdim. Yuzlar hali bo'lgani yo'q. Navratlarni ko'ring, navrat tayyor bo'ldi. O'zi bitta rol bilan men topilgan ekansiz-ku. Anrovkalar bu. Anrovka to'la qilinganda. Jahvaqimay. Biz hangilar, natur tushunmagan to'g'ri, navorat deymiz endi o'zimiz. Lekin bular unday navoratga o'tmaydi. Navorat boshqacha qilishdi. Navorat ko'rishdi. Siz bir 95 ham deng, men bir aytib ko'ray, sotilsin iloyim. Yaxshi kun kelgansiz. Aytib kunlar aka. Sotilsin mashinangiz iloyim. 95 lar 100 dan mo'ljal qilganman. Tushundim, tamom tushundim. Sizga balanga turganini ham bilaman. O'shanda. Mashin abeshni olingandan ham siz kredit olganlar balandroq turadi-da, chunki uni foizi bilan to'lab kelyapsiz. Soat qara endi ko'tarib tursa-ki, men ham sotsam olib. Ko'tarmayapti-da aka. Ko'tarmayapti. Ko'tarsa men ham olaman-ku. Men qochirmadim Nurbek aka. Mayli bir yaxshilik qilaylik deyapman yana ham aka. Bir 95 ham deb aytib ko'raylik aka. Birorta yo'qsa, ma'qul kelsa olsin. Qurbon hayot kunlar pulis kerak emas, jonim akam. Ishingiz hal bo'lib ketsin. Bir o'ylab ko'raman, yana bir kelaman. Ish boshlansa kelaman deyapsiz. Bar olganimdan hozir dokument bo'lmaydi-da. Ha, o'shanda. Foydasi yo'q. Notarsiz ishlamaydi hech qaysi. Yo'q ishlayapti. Dejurlari bor. Dejur qo'yibdimi? Ha. Trafik zopa. Erta ham ishlaydi o'zi. Ertadi ishlari, savdolar kechishadi. Yo'q, sotaman deb kelganman. Endi men mo'ljalim boshqada. Bitta ko'ring. Ya, mo'ljalga istima to'g'ri kelmaydi. Meni ham o'ylovim boshqacha edi. Shu kun qani mashinalar kelsa-da shuni bitta so'raganimdan bersa dedim, hech kim bermaydi. Ha, o'shanda. Xom xayol deb shunga aytadi, odam zotnikini. Bitta ko'ring, mayli olaman, olmayman emas. 95 dan qancha o'tib berasiz? Realni ko'ring.
95. Az 95 ham da aytish oson, lekin 95 ga qimmat. Necha o'tib berasiz? Ochiq yuring. Mayli, men dal so'rayman. Siz mart gapiring, men ham dal so'rayman. Ya aytmagan akmalga o'zim mo'ljalim boshqa. 95 da ham juda past. Juda past. Xo'p, necha pulda aytib ko'ray, ishingiz bitsin mayli. Men 300 deyman, endi 95 dan o'tkazib so'rayapsiz. Shu 95 ni aytaveraylik. Menga qarang, Nurbek aka. Nima siz qilasiz? 95 million naqd pulga agar oluvchi bo'lsa, ko'rsin mashinani. Biz vaziyatlar Necha pul bo'lsa, 96 mi? 1 million qo'ysa berasizmi? Yuzda yaqinroq bo'lsa-da. 95 dan oshsa deyapsiz, 1 million qo'shsa berasizmi desam, 100 ga beriladi. Bunday ko'ringmi menda Nurbek aka? Aytadim o'zim. Hop, qarang, 95 ga bermayapsiz-ku, kimdir 96 million olamasa berasizmi naqd pulga? 97 olsa berasizmi? 97, 98 bo'lsa beradi. 97, 98. 7siga ham berasiz, 8siga ham berasiz. 6si bo'lsa yo'q lekin. Bo'lavanda. Akalar 97, 98 ga oluvchi bormi ichimizga? Zo'r ko'ring bo'ldi. Mana sizlarga. 2022 Gentra akalar bir kundan o'tgan kraskasi endi ezilgan joychalar bor ekan, kapotini uchayapti, baq bilmaydi lekin. Endi monitor, rul, Amerikanga faralar qo'yilgan ekan. 97 million naqd pul bo'lsa beraman deyaptilar. İçimizga bormi oluvchi 97 million naqd pulga. Gentra 2022. Motor 1.5 motor aka. Galopga ko'tarilgan. Ha, motor ochilgan, ochilmagan so'rayapsizmi? Men motor 1.8 mi, 1.5 mi shuni so'rayapsizmi deyman. Galopga ko'tarilgan motorlar. Ha, aka. O'zi savdosi qiziq. Yengillashtirib aytman o'zlarining savdolarini bir ko'ra oldirchi. Men savdomga ko'nmayaptilar-da be. Nurbek aka, ochiq yuring. Menga noma'qul gaplarni gaplashmayman. Bo'layotgan gapni gapiraman, bo'layotgan gap sizga bo'lmaydi deyapti-da. Bitta hali ham men yurimga turibman. Bir yuringda 95 dan nima o'tib berasiz? Ochiq guringni qilaylik. Bo'layotgan savdoda. Hozir men sizga sizni qo'yib qo'yamanki, 1800 ta savolga javob berishingiz kerak. Men bu odam o'zi nechta savol berdi shu odamga? Ikkita savol ber, birinchi Ya, ikkita savol berdi. Men bu odamga ikkita savol berdim. Endi tasavvur qiling, men necha kishi, mana o'zlari girnalni chiqarib, nechta savolga javob berishsiz bilasizmi? Lekin mana naqd aytgan odam yo'q. Mana pul deydigan. Hamma savol bor. Savolga javob olish kerak, bo'ldi. To'g'risi-da. Bozorga odamlar nima uchun kirmaydi, bilasizmi? Shu uchun. Men oldim kelishim sababi. Bozorga 1000 ta ko'radi, 1800 marta eshikni ochib yopishadi, lekin qo'lda olib savdo qilmaydi. O'zi qayerdansiz? Yo'q, ular shunday deydi. Siz mirishkorligingizdan bildim. Qayerdansiz o'zi? Ha. Mashina qayerdiki? Hamma misol mirishkordan bo'lgandan keyin, mashina mirishkorga boradi, mirishkorniki tushunsa bo'ladi-ki. Mashina qarshi yurganmi deydi. Savol, shunday antikvar savollar bor. Mashina bir qo'lma deyaptilar-ki. ko'ngilda sotaman deb kelgan bo'lsangiz, mana o'zlarining savdolariga bir guringizni ko'ring. Nurbek aka, men Katta narsa. hali ham ko'p narsa so'ramayman. 95 dan nima o'tib berasiz? Ochiq oydin ayting. Ochiq. 95 dan o'tib bermaysiz, ha? Ba'zi ko'ngli kami 95, undan o'tish niyatini so'rayman-da men. Nurbek aka, ochiq yuring-da. Yo'q, eshiting. 95 ham emas, u deyapsiz-ki 95 ga zo'r pul. Lekin 95 ga sal baland. Biror nima o'ting olaman. Nurbek aka. Nechinchi yilsiz? 93. 93. Men u mantinglar bor o'yladim, 91lar bor o'yladim. Yillarini so'rayapsiz. Nima deysiz? O'ylab ko'radigan ekan. Yo'q, o'ylaymiz. Hozir 95 dan pastga bitammi yo'qmi? Yo'q. Gapirish davomida gapirish davomida o'ylab ko'rtaylasizmi? O'ylab gapirsangiz. Bitsa siz hozir kelaman. Bitadi. Savdo bitmay qolmaydi. Siz belgisi kelmayapti. Bir mashinam bor, ko'rsataman, sotmayman deyapsiz. Ba'dan bugun bitmaydi ish.
Ba'zan kim olsa ham bitmaydi. Chunki ozroq bankdan qarzi bor. Oldi sotdi ham generalni ham qilib bo'lmaydi baribirga. Bankdan bo'lsa dushanba kuni bo'ladi. Dushanba kuni yopilsa, keyingi haftani ichiga aniq bo'ladi. Chunki 3 kun ish kuni chiqaradi taqiqdan ham. Notar ishlagan bilan ham foydasi yo'q bu mashinaga. Mashina yo'q-da. Ko'p kishi shu joyga e'tibor bermay o'tib ketdi-da. Xafachilik yo'q bizda? Zahmat. Ko'ringlar akalar kimgadir to'g'ri kelsa.